Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Yaxshi keldinglarmi? Sog'-omon bormisizlar? Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Biz o'sha manzil xush holatdagi xushvaqt ila sizlarning xonadoningizdanmiz yana bir bor va bundan nihoyatda faraxtamiz. Sizlar bilan ko'rishish biz uchun sharaf, sizlar uchun ijod qilish biz uchun ham mas'uliyat, biz uchun cheksiz quvonchdir do'stlar. Demak, xushvaqt efirda biroz manzili o'zgargan. Biz mahalla telekanaldamiz. Sizlar bilan sog'likda, omonlikda ko'rishayotganimizdan nihoyatda xursandmiz. Pavilyonimizga kelgan aziz mehmonlarimizni qadamingizga hasanat. Xush kelibsiz. Eshikka ijozat berasiz. Birinchi qahramonimizni taklif etamiz. Ikki xalq, ya'ni o'zbeklar, tojiklar o'rtasida yosh bo'lsa-da o'ziga xos ma'naviy ko'prik yasagan xonanda Shuhrat Davlatov do'stlar. Shuhrat aka. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Qadrli do'stlar, yangi loyihamizda, yangicha loyihamizda, umuman O'zbekistonda hammasi yangicha. O'zbekistonimiz yangilanyapti, bizni loyihamiz ham yangilanyapti va mana shu muhim keng makon belgisi bizni hamkorimiz operatorlar qaysi tomonda? Yirik planlarda ko'rsatamiz va bizni qo'llab-quvvatlayotgan keng makonga bitta olqish so'rayman. Avvalambor o'rnimdan turgan holda hammalaringizga rahmat deyman. Shu bizni shu yerga taklif qilgan sizga juda hamma sizni yaxshi ko'radi. Nafaqat o'zbek millati, tojik millati ham. Sababi tojik, o'zbek hammamiz bitta odammiz-ku. Xushomad etaman, mehmon aziz, mehmonlar giromiy. Shuhrat Davlatov jo'lalar. Rahmat va shimo, rahmat. Shuhrat aka, necha yil bo'ldi ekranga chiqmaganingizga? Bir 10 yil. Yo'q, ko'proq bo'ldi. Tomoshabinlar ijtimoiy tarmoqda ko'p murojaat qiladi. Falon san'atkor bilan uchrashtirib qo'ying, falon san'atkor qayerda, falon san'atkor falonchini kimi bo'ladi. Endi lekin o'ylaydiki, biz hamma vaqt hammani bilamiz, lekin asllarini izlashni maqsad qilganmiz. Mana sizni topdik, yo'q demay kelganingiz uchun rahmat. Uzoq yillar sizni betob deb eshitdik. Sog'ligi sal muammo bo'ldi deyshti. Endi bu Allohning bir sinovi ekan, u ham o'tildi. Hammasi chiroyli, yaxshi, rahmat. Ortga qolgani uchun bo'lsin. Endi ko'rganingizga, mana shu yerga sizlarga boshim yerga tekkuncha ta'zim. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Men o'ylaymanki, ta'zimlar shu yurtga, ikki xalqqa, otalarimizga va onalarimizga bo'lish kerak. Darvoqe, ona degan qo'shig'ingiz bor, yaqinda eshitdim. Sog'inch, musofirlik, ilhaqlik, intiqlik. Keling, shuni tinglaylik, undan keyin suhbatimizni, umuman ko'rsatuvimizni batafsil davom ettiramiz. Marhamat. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Xo'p, rahmat. Onaginam, onaginam, musofirlik tunini kiydim. O'zga yurtda yurdim sarson, gohida jondan to'ydim. Alamlarim qo'shib bo'ldi, ona senga dardim aytay. Hasratlarim osmon qadar, endi kimdan najot kutay. Yaratganim egam Alloh, barchasidan o'zing guvoh. Kim haq yurur, kim nohaqdur, bugun bundan bo'ldim ogoh. Onaginam, onaginam, suyukligim sendan duo.
so'raganim bil iltijo. Yüzge yetmey saçlarım ak, ona endi 40'dan aşdım. Nahab dünya derman bulsan, men deryadek to'lib toshdim. Men otamni şad etmem için aziz bildim. Dünya kezip çıktım ama ona sevgen sevip buldum. Bilsen otam başım siler düşlerimden kuyup yanıp. Bu şiirimde derdim aytdım, tongda turdum dil quvonib. Ona sendan ketdim yiroq, lekin senga suyuk bo'ldim. İşonganlar ketdi bundan, yurak bag'ri kuyuk bo'ldim. Ona qayda bo'lsam hamki, hamon senga suyuk bo'ldim. Meni senga yomon derlar, lekin senga suyuk bo'ldim. Meni senga yomon derlar, lekin senga suyuk bo'ldim. Keng makon, keng makon, keng makon. Ona haqida kim kuylamasin, har qanday ko'rinishda, har qanday yo'nalishda bu go'zal navo bo'ladi-da. Endi ona bu ilohiydan yaqinda Boringizga shukr, boringizga shukr. Armen Jigarxanyan shu vafotidan oldin 90 yoshga borib olamda o'tdi. Suhbat davomida bilasizmi, umrining oxirida tola to'plar ko'p bo'ldi. Juda ulug' san'atkor, juda katta dunyo kino tamaddunini qimillatganlardan biri. Nimani ehtiyojingiz bo'ladi, nimada endi ko'p dam olish xohlayman deb aytadi deb o'ylashdi yoki bironta muzqaymoq yegim keladimi deydi, nima deb gapirdi. Faqat onamni sog'inaman. Faqat bir minut bo'lsa ham mana shu erishgan hamma muvaffaqiyatlarimni berib, uy joylarimni, mana shu o'ynagan kinolarimdan ham voz kechib, onam bilan bir minut suhbatlashishni orzu qilaman dedi. Men demak, inson yuzga kirganda ham onaga ehtiyoji bo'lar ekanda. Endi Tolibjon, agar ijozat bersangiz, shu bizni yo'qlab, hatto kerak bo'lsa yo'qlab topib qidirib eshitadigan muxlislarimiz bor. Allohga behisob shukr deyman. Shunaqa kunlarga yetkazganiga, shunaqangi qilib yaratib qo'yganiga Allohga behisob shukr bo'lsin. Hamd sanolar bo'lsin. Men bir dilimdagi bitta armonimni shu azizlarga aytmoqchiman. Bitta armonim, men onamni qabrga qo'ya olmadim, go'rcho'p qila olmadim. Onam o'tib qoldi, singlim o'tib qoldi. Shularga hech yeta olmadim. Bu qo'shiqni yaralishiga sabab men
kasal bo'lib qoldim, vaqtim bo'lmadi emas, mazam bo'lmay qoldi. Shuning даже hatto tura olmadim janozalarida. Albatta bu hayotda hamma narsa bo'ladi. G'am, alam, quvonch, shodlik hammasi mushtarak. Hayot davom etadi, biz davom etamiz qadrli do'stlar. Biz lekin xushvaqt maydonidamiz. Xush bo'lishimiz kerak. Bugungi xushvaqtimiz mehmoni Shuhrat Davlatov do'stlar. Bitta mana shu yigitni qarsanglar bilan. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling, rahmat. Men siz oldingizda 5 yil yotdim. Ishoninglar 5 yil yostiqda yotib qoldim. Bu ham Allohning bir sinovi ekan. Salomat bo'ling, Allohga salomat shukr. bo'ling. Mana shunaqa shaxs shijoatni o'rganishimiz kerak bo'lgan mehmonimiz bor. Darvoqe bu qahramonimizni ham juda ko'p marotaba bizni muxlislarimiz so'rashgan va bizni Qo'qondi Latifdan kelishlariga musharraf bo'ldik. Xalqimizni olim farzandi, adabiyotda nihoyatda nuktadon shoir, xonanda, ulug' ustoz Nazirjon Nazarov tashrif buyurgan do'stlar bugungi ko'rsatuvimizga. Assalomu alaykum. Qarsanglar do'stlar, qarsanglar. Keling Nazirjon aka, qadamingizga qasanot. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Xush kelibsiz Nazirjon aka. Sog'misiz, omonmisiz? Qo'qondagilar yaxshimi? Rahmat. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Sizni Assalomu alaykum azizlar. Mening O'zbekistonimning go'zal farzandlari. Bizi ovozlarimizni jarayon etayotgan, odamlarni qalbiga olib kirayotgan, shu malhamni qalbiga berayotgan barcha xizmatkorlarga men boshim yerga yetguncha ta'zim bajo qilaman. ustoz omon bo'ling, boringizga shukur. Sizni doim sog'inamiz Nazirjon aka. Rahmat. Chunki madaniyat, insondagi madaniyat, quvva hofiza degan chiroyli gaplar bor. Shuni odam qo'msaydi-da, gaplashkim keladi, eshitkim keladi. Rahmat. O'zimcha xirgoyi qo'yib yuraman. Tong chog'i sarvi nozim, asta qiyolab o'tdi. Tushgach nigohimizga ta'zim bajolab o'tdi. Çağ sernazım Asta qiyala büttü Çağ sernazım Asta qiyala büttü Şkeş nigahimga Tazım bacala büttü Şkeş Nazirjon aka, xush kelibsiz. Endi o'tirmaysiz. Darhol bir qo'shiq aytib bermasangiz bizning yuragimizdagi sog'inch bosilmaydi. Do'stlar, olqishlar bilan Nazirjon Nazarov. Haram eyler şarap Hakşagen ağaç gebinin Yol çetide hak sana Hakşagen ağaç gebinin Yol çetide hak sana Bir nezer sal sen değil Divanaga qildim savol Bir nazar solsang deyil Divanaga qildim savol
Hayda bo'lsam ko'zlarimga sarvi qomat ko'rinur. Dashta yuryon yig'laganga ro'baru bo'lg'ay sarangoq. Men ko'ngil qumrisiga nomingni xo'p mash'aylasam, ko'zlaringda mung bilan ko'rdim azobu iztirob. Ko'zlaringda mung bilan ko'rdim azobu iztirob. Men talab volisida qoldim yorab sarsariya. Sen baqan osmonida qorlab turuvchi oqtangab. Habib qo'y vaslini istab xotiring gitmagil. Kasb-kor yurtlaring ham balo ham itob. 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 Shohsan opa, salomat bo'ling, ko'p yashang. Rahmat. Xalqimizni benazir olim farzandi Nazirjon Nazarov, do'stlar, olqishlaringiz. Nazirjon aka, boringizga shukr. Har gal siz bilan ko'rishib ko'rsatuv qilgandan so'ng millionlab odamlardan minnatdorchilik eshitaman. Bu men uchun baxtda. Sog' bo'ling. Marhamat Nazirjon aka. Nazirjon aka, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Qo'qonlar tinchmi? Rahmat. San'atkor ko'rsa odam hozir endi suratga tushkisi keladi, gaplashgisi keladi. Shu san'atkorning suhbati bo'lish kerak, san'atkorning sabri bo'lish kerak, odamlar bilan gaplasha olish kerak. Siz doim mana shunaqa ko'tarinki bir kayfiyatda yurasizda. Shunaqa doim bir quvnoq yurish uchun nima qilish kerak? Odam qayerdandir quvvat olish kerak. Nima qilish kerak Nazirjon aka? Bilasizmi, yomonlikni o'ylamaslik kerak. Agar siz yomonlik o'ylasangiz, kulmaysiz, kulgi bermaydi sizga. Agar siz yaxshilikni o'ylasangiz, qanaqa yaxshilik? Odamlarga yaxshilik qilishni, odamlarni yaxshi ko'rishni, qanday yaxshi ko'rishni o'ylasangiz, doim yuzingizda tabassum bo'ladi. Aytamanki, umrim uzoq bo'ladi. Ko'p odamlar Tolibjon siz aytgan savollarda menga beradi. Men menga savol berganda aytamanki, mana qarang, yuzingizni go'zalligini, chiroyliligini qarang. Shunga yarasha gap qilsangiz, mazza qilasiz-ku deyman. Rohatlanadi, mazza qiladi. Sizni shu nima quvvatingiz, energiyangizda pozitiv, yaxshilik borda o'zi. Nazirjon aka, endi Qo'qonliklardan so'z madaniyatini alohida ayro tushunib bo'lmaydi. Mashoyixlar aytgani, u hatto Qo'qonda yotgan, beshikda yotgan chaqaloqlar ham qofiya bilan yig'laydi deydi. Bugun biz mahalla telekanalida namoyish etilayotgan xushvaqtni tomosha qilyapsiz. Hamon
biz bilan birga ekanligingiz uchun teletomoshabinlar sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Bugungi qahramonlarimiz yana bir bor yodingizga solamiz. Endigina ekran qarshisiga kelgan bo'lsangiz, Qo'qonning atoqli farzandi, shoir, ajoyib tarixchi olim Nazirjon Nazarov hamda xonanda, el suygan san'atkor Shuhrat Davlatov bugun bizda mehmonda. Yana bir bor mehmonlar xush kelibsizlar. Keng makon. Keng makon. Hey! Ras- Erken menga nozlanib yurishlaring yoqadi. Gulday ochilib yayrab kulishlaring yoqadi. Erken menga nozlanib yurishlaring yoqadi. Gulday ochilib yayrab kulishlaring yoqadi. Sen quyoshmi oymi boqsam qamashar ko'zlar chilovlanib tovusdek kulishlaring yoqadi. Sen quyoshmi oymi boqsam qamashar ko'zlar chilovlanib tovusdek kulishlaring yoqadi. Qomatingga parivash tasadduq desam jonim, erkalanib lablaring urishlaring yoqadi. Qomatingga parivash tasadduq desam jonim, erkalanib lablaring urishlaring yoqadi. Qaynab toshib yuragim o'sa xumor etsam yomonsiz deb chakkamga urishlaring yoqadi. Qaynab toshib yuragim o'sa xumor etsam yomonsiz deb chakkamga urishlaring yoqadi. Yurishlaring yoqadi. Gulday ochilib yayrab kulishlaring yoqadi. Erkan menga nozlanib yurishlaring yoqadi. Gulday ochilib yayrab kulishlaring yoqadi. Edi u deb g'alg'o kulishlaring yoqadi. Shirin shirin hayollar surishlaring yoqadi. Kim edi u deb g'alg'o kulishlaring yoqadi. Shirin shirin hayollar surishlaring yoqadi. Rahmat ona boringizga shukr. Sog' bo'ling, rahmat. Shuhrat Davlatov do'stlar. Rahmat Shuhrat aka. Rahmat. Boringizga shukr, Rahmat. rahmat. Shuhrat aka bu qo'shiqni sizdan boshqalar ham kuylashgan, ha? Mandan keyin Ortiq akam aytdilar. Ortiq akadan keyin Ravshanjon Komilov ukamiz. Aynan sizni yo'lingizga solib aytishmagan boshqacha so'zini. Yo'q, so'zini aytishdi. So'zini. Masalan, U chunki so'zi bilasizmi kimiki? Xorazmlik Oshiq Erkin. Oshiq Erkin. Oshiq Erkin Sog' so'zi. bo'lsin Leyloyim. Salomat bo'lsinlar ustoz, omon bo'lsinlar. Nasib qilsa xushvaqtda ko'rishamiz Oshiq Erkin bilan. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Endi hozir eslatdingiz, Ortiq akamni ham eslatib o'tdingiz. Kelinglar, yana bir video chekinish qilamiz. O'zbekiston xalq artisti, benazir san'atkorimiz Ortiq Otajonov ijrosida bir chiroyli qo'shiq tinglaylik.
cefosu Muhabbetten koymaz aşık erkenge Rahat verer hatta yarını cefosu Oynab kulib muhabbetin o'tida İkkimizni yonganimiz boshqacha Ishq o'ynashib lablarimiz bog'lida Xumor qonganimiz boshqacha Oynab kulib muhabbetin o'tida İkkimizni yonganimiz boshqacha Ishq o'ynashib lablarimiz bog'lida Xumor qonganimiz boshqacha Xumor qonganimiz boshqacha Xumor qonganimiz boshqacha Keng makon. Keng makon. Salomat bo'linglar, xushvaqtda davom etamiz. Ortiq akamni joylari jannatda bo'lsin. Shuhrat aka, ko'rinish endi yillar albatta har birimizni o'zgartiradi. Boya qo'shiqda ham aytdingiz, 40 ga kirib sochimizni oqitib, mayli, lekin ko'zoynak taqyapsiz. Bu imijni bir ko'rinishimi yo bu? Yo'q, meni imijim bilasiz, kovboyskiy shlyapa kiyardim. Kiyardingiz-da. Ko'zoynakka kelsak, mana shu o'tirganlarni yaxshi ko'ray deb, yana ko'ra olmasdan qolib qiynalmay, bular go'zalmi, go'zal emasmi? O'shanga qiynalmay deyman-da. Shuhrat aka, sizni shaxsan bilaman. O'sha boya hazil-u, lekin sizni keyin mana shu hayotda, shaxsiy hayotingizda shunaqa ikir-chikirlar ko'p bo'lgan, juda ko'p munosabatlarda bo'lgansiz, ko'p janjalli, ziddiyatli voqealar sizda ko'p. Nima uchun? Mana shular sizga ibrat bo'ldimi? Bosib o'tilgan yo'llar, keyin sarhisoq ko'rib, orqada muammolar, mana hatto to'ylarda ham janjallashib ketganingizni ko'rganman. Bir yilda 365 kun bo'sh vaqtimiz bo'lmasdi, xudoga shukr yurgan ekanmiz. Bilmay o'zimiz bilmaymizki, palonchi to'ylarni o'tkazsa chiroyli o'tadi deb biz xalq sevgan, biz uni qadriga yetmagan. Endi orasidan o'sha paytda bitta ikkita haligi hamma joyda ham bor u. Hali podan ichida bo'ladi-yu, xarakteri menda bilmasam ham. Rahmat, salomat bo'ling. Baribir savolga javob ola olmadik, lekin salomat bo'ling. Salomat bo'ling Shuhrat aka. Nasirjon aka, yana bir bor xush kelibsiz. Nasirjon aka, Qo'qonda ijodiy muhit 18-asrlar, 19-asrlar nihoyatda baland bo'lgan. Adabiy muhit tufayli Qo'qon ijodiy maydonida juda ulug' katta adabiyot darg'alari, charxiylar yoki Furqat, Muqimiy juda ko'p endi, Haziniy endi hozir nomma-nom juda ko'pchilik ommaga tanilgan va zo'r asarlar yozib qoldirgan, adabiyotimiz sandig'ini to'ldirgan. Bugun shularni targ'ib qilish, bugun ularni o'rganish yoki nafaqat adabiyotda, o'sha xalqda an'anaviy ijrochilik yoki xalq folklor deymiz-ku, xalqchil, xalq yo'lidagi chiroyli ijrolar bo'lgan. O'shalarni bugun keyingi avlodga yetkazib berish kerakdir. Shu narsalar haqida bir o'ylayapsizmi, ustoz? Qarang, juda ma'lumotlar ko'p-da. Masalan, ota bobosi xon saroyida, Qo'qon xonligida xonanda bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki xalq ichida yalla aytib mashhur bo'lgan ayalar o'tgan qancha-qancha. Ko'pchilikka bu juda qiziq. Ayniqsa bugun endi o'zligimizga qaytayotgan paytimizda ma'lumotlar kerak bo'ladi. Shu borasida baribir siz kabi olimlar bizga nihoyatda zarur. Bir qiziqayapsizmi o'zingiz ham? Tashakkur sizga. Meni qalbimdagi savolni berdingiz, juda ham go'zal savol. Agar siz Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar asarini o'qisangiz, Zokirgovga duch kelasiz. Zokirgov. Zokirgov 18-asrning boshlarida Qo'qonda xalq teatri tashkil qilingan. Ana shu Qo'qon teatriga ular birinchi bo'lib salis bo'lib kirgan. Sadi Maqsum juda zo'r, ham askiyachi, ikkalasi ham qiziqchi, hamma san'at turlari bularda mujassam bo'lgan. Shunaqa bo'lgan. Mana hozirga qadar davom etadi. Mana Akramjon o'tiribdi mana. Akramjon, o'rningizdan turing, ukajonim. Akram aka, mana Akramjon, olqishlaringiz. Akramjon, ukamiz o'tiribdi. Bu kishi hozirgi kunda Qo'qon askarchilik san'atini rivojlanishiga o'zini hissalarini qo'shib o'tiribdilar. Qo'shiq aytishni to'xtatgan edim men.
Men shu yoshga kirib qoldim. Endi men qo'shiq aytmayman dedim. Lekin aytgingiz keladi, usta. Keyin men hofiz, katta rahmat sizga. Keyin meni Tolibjon chaqirdilar. Kelsangiz usta, men dedim, "Yo'q, endi qo'ying. Men bormayman" dedim. O'sha odamlar meni Nazirjon Nazarov tanib yaxshi ko'rgan odamlarni og'zidagi shirinlik meni shirinligim ketmaslik kerak. Bu yoshimni ko'rib yoki bo'lmasa menni bu odam qarib qopti-yu degan gaplarga aylanmasligim kerakman. Endi men bormayman degan gapni aytgan edim. Men keldim. Mana ukam meni yana qaytadan o'sha bog'iga, nima bog'i bu? Qo'shiqlar bog'iga olib kirdi meni va sayrata boshladi. Xalqim nazarimda eshityapti shekilli. Men har kuni yangi qo'shiqlar tayyorlayapman. Ofarin Nazirjon aka, salomat bo'ling. Boringizga shukr ustoz. Mana shu Nazirjon akamning Telegram kanali bor, qadrli do'stlar, hurmatli teletomoshabinlar. Telegram tarmog'ida albatta obuna bo'lsangiz, koni foyda. Har kuni eshitaman, tinglayman, fikrlaringizni no'xatda sog'lom, xushyorlik bilan o'ta madaniyat bilan gapirasiz. Chunki aslida xalqning o'zi suxandon. Biz ishimiz suxandonlik, lekin shunchaki ish suxandonlik uchun gapirib yurganlar qancha. Lekin yuragi, dili bilan suxandon bo'lgan siz kabi san'atkori bor xalq, bu baxtli xalq. Boringizga shukr Nazirjon aka. Har doim siz kutilgan mehmonsiz. Har doim sog'inilgan insonsiz. Yana bitta qo'shiq aytib bermasangiz bo'lmaydi. Marhamat. Omon bo'lsinlar. Xo'p. Tavakkal. Tomchoq sarvnozim asta qiyolab o'tdi. Tomchoq sarvnozim asta qiyolab o'tdi. Tushkash nigohimga ta'zim bajalab o'tdi. Tushkash nigohimga ta'zim bajalab o'tdi. Ta'zimga egib bosh hurmat ishora etsam, hurmat ishora etsam, mastona ko'z ichimda sharmi hayolab o'tdi. Mastona ko'z ichimda sharmi hayolab o'tdi. Sümbülni bo'yida arqab olam vattarildi. Olam vattarildi. Sochima garchimendi. Gulni aralab o'tdi. Sochima garchimendi. Gulni aralab o'tdi. Ko'zerdi intizori ko'rmakka zor ko'ngil. Ko'rsatdi oy jamolin qalbim jilolab o'tdi. Bir zumda ko'zdan uchdi, go'yo falakni quchdi. Yo gulni yashirdi, yoki g'olib o'tdi. Yo gulni yashirdi, yoki g'olib o'tdi. İşq alamida jarxi
aferin dip Sabringe aferin dip Nazik tebessümüyle İşkım bahala büttü Nazik tebessümüyle İşkım bahala büttü Rahmat. Asıl hech qachon aynimaydi. Agar Alloh yuqtirgan bo'lsa, u 70, 80, 90 da ham baribir asl bo'lib turadi. Ana shunaqa asl ijodkorimiz, xalqimizning olim farzandi Nazirjon Nazarov do'stlar. Xush kelibsiz. Endi qadrli do'stlar, hurmatli teletomoshabinlar, xushvaqt ko'rsatuv bu shunchaki oddiy shou emas. Bu yoshlar uchun master class. Ko'rish kerak, yoshlar o'rganish kerak, tanish kerak. Ya'ni bir narsani ta'kidlayman shu o'rinda. Men Nazirjon akamni taklif qilib ko'rsatuvga chorlaganimda kunlar issiq, kelib ketishlari yosh ulug' odam qiyin ekanligini hisobga olib, mayli, o'zimiz boramiz Qo'qonga bo'lmasa, borib yozib kelaman dedim. Yana baribir qarang, odamning ichki madaniyati xijolat bo'lib, o'zlari borib keldilar Nazirjon aka. Sog' bo'ling Nazirjon aka. Harobiy domla aytdilar. Harobiy mantirga olib qo'ydilar, olim bunday bu gaplar men qulluq qilaman. Meni o'zi kechirsin yaratganda o'zi. Hech qachon men da'vo qilmayman, men hofizman, zo'rman deb da'vo qilishdan uzoqdaman. Men qo'limdan kelganicha xalqqa xizmat qilib beraman. Farobiy aytdilarki, qo'shiq va kuy bo'lmaganda dunyoning holi ne kechardi debdi. Zo'r gap ekan. Zo'r gap ekan. Shuning uchun qo'shiq doimo bo'lsin. Doim qo'shiq bo'lsin, kuy bo'lsin. Ana shu qo'shiqlarni, kuylarni qadrga yetkazib, xalqqa siz bilan biz orqali berayotgan Tolibjonga o'xshaganlar umri uzoq bo'lsin. Bugun demak siz ulug' hofizimiz Nazirjon Nazarov bilan ko'rishadigan kun yuzagan bugun. Mana qarang, bu ham tarixiy jarayon. Shunchaki bo'lmaydi, ataylab uyushtirsang bo'lmaydi. Qo'qondan kelishlari oson emas yoki sizni Tojikistondan kelgan fursatlaringiz. Shuning uchun bu xayrli holat, xushvaqtda xayrli uchrashuv bo'lyapti do'stlar. Davom etamiz. Davom etamiz. Davom etamiz. Umuman bitta hikmat bor, yaxshilik. Hayot haqida ketganida gap, donolar doim bir so'zni aytar. Qo'lingdan kelguncha yaxshiliklar qil, o'zingga qaytmasa, bolangga qaytar. Biz ana shu yaxshiliklar maydonida uchrashyapmiz. Nazirjon aka, san'at instituti faoliyat yurityapti vodiyda. Eshitishimga qaraganda dars berayotgan ekansiz. Talabalar bilan ishlayapsizmi yoki hozir ishlamayapsizmi talabalar bilan? Ha, men hozir 3-4 yildan buyon ishlamay qo'yganman. Lekin kelib ketib turishadimi? Ha, yo'q, albatta institutga ayog'im institutda. Chaqiradi, uchrashuvlar, undan tashqari bir qo'shiqchilik kechalari, she'rxonlik, mushoiralar, shularda bo'ladi, meni chaqiradi, biz borib o'sha talabalar bilan gaplashamiz, mazza qilamiz. Mana Faridaxon o'tiribdilar, Faridaxon, meni qizim bu. Meni qizim, bizni institutimizda ishlaganlar va shoira hozirgi kunda birga qadam tebratamiz Faridaxon bilan. She'rlar yozaman, o'chirklar yozaman, hikoyalar yozaman. Chiqadi o'sha narsalar, kitoblarim mana bir 6-7 ta kitobim bor. Rahmat sizlarga. Keyin ijtimoiy tarmoqlarda ham faollashib ketdingiz Nazirjon aka. Ko'z tegmasin, doim ko'rsatishadi. Tojikiston Lilnobodga keldilar Nazirjon aka, Istarafshonga, O'ratepa, o'sha tomonlarda ko'p bo'lasiz. Muxlislar bilan uchrashuvmi? Men Tojikistonning hofizlariga ham ta'zim bajo qilaman. Onajonlarim, eshitib oling. Onajonlarim, singillarim, ukalarim. Agar siz insonga mehr bersangiz, u sizga beradi. Agar mehr bera olmasangiz, o'zingizga alam qiladi keyin. Haq. Albatta berish kerak, mehr berish kerak. Bir kun keldim, xo'jandga xizmatga keldim. Xo'jandga xizmatga kelsam, bir yolg'onroq odam kirib keldi. Aytdiki, men Nabiyevning nimasiman, doirachisiman. Meni tashlab ketdilar.
Men bir xizmatim bor, kelaman. Shu odamni men ko'rishim kerak deb keldilar. Kelgandan keyin u kishining gapi bor ekan. Gapi bor ekan chiroyli. Bu gap shunday ekanki, onasi aytar ekanlar: "O'g'lim, sen Nazirjon Nazarov taniysanmi?" "Ha, taniyman." "Xo'jandga keladimi?" "Kelib turadi." "Men oldimga olib kelasan." "Olib kelasan, men oldimga" dedi. Onani oldiga bordim. "Onajonim, shuhratimsiz, tanda joningiz bo'lay. Madhingiz kuylab yurakdan, dostoningiz bo'lay. Besabab olamda hech bo'lmadi bir tola ham. Borlig'imni boyisiz, komroningiz bo'lay." Yig'lab o'tirib, meni quchoqlab o'tirib shu qo'shiqni eshitdilar. Endi juda zo'r ulug' ustozlarni eslatdingiz, Jo'rabek akalarimizni. Jo'rabek Nabiyev, Jo'rabek Murodov har ikkalasi ham ulug' darg'a. Bizni ko'rsatuvlarimizda bo'lishgan. Jo'rabek ham odamiyligi endi har ikkalasi ham beqiyos. Jo'rabek Murodov endi ularning ham madaniyati bir 1000 ball shkalani bosib tashlaydi, madaniyatlari, tarixdan xabarlari zo'r, odamgarchiligi zo'r san'atkorimiz, mehrli ustozimiz Nazirjon Nazarov. Rahmat. Hammalaringga. Xush kelibsizlar. Endi qadrli mehmonlar, bugun studiyamizni bezab o'tirganinglar uchun katta rahmat sizlarga. Fursatlar ammo o'lchoqlik. Nazirjon aka, biz majburmiz vaqt hukmiga bo'ysunishga va rejaga ko'ra bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Yakunda yana bir bor Shod akamdan bir chiroyli eshitadigan bugungi xushvaqt davomida ham bizni tinglab tomosha qilganligingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz, muhtaram teletomoshabinlar. Pavilyonimiz mehmonlariga yana bir bor tashrif uchun qulluq. Omon bo'linglar. Yuqorida Nazirjon akam juda chiroyli hikmatli so'zlarni aytdilar. Faqat mehr beringlar dedi. O'zi hayotda shu eng buyuk hikmat shu olishdan ham ko'ra berish, ulashish muhim. Aslida yaxshilikni biz birovga qilmaymiz-da. Yaxshilikni o'zimizga qilamiz. Shuning uchun qo'rqmasdan, qizg'anmasdan va har doim hamma vaqt yaxshiliklarda bardavom bo'ling. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling do'stlar. Shod aka, marhamat. Keng makon. Tog'lar ulan aytmas bo'lsa, so'zim adam, o'zim adam. Qushlar qo'shiq aytmas bo'lsa, so'zim adam, o'zim adam. Yiroqlarda eslar bir qiz, eslab ro'mol to'qiydi qiz. Yiroqlarda eslar bir qiz, eslab ro'mol to'qiydi qiz. Shu qizni shod etmas bo'lsam, so'zim adam, o'zim adam. Shu qizni shod etmas bo'lsam, so'zim adam, o'zim adam. Sir daryoning to'lqinlari qoblarida bir tush ko'raman. To'lqinlari qaytmas bo'lsa, so'zim adam, o'zim adam. Girdabinga olgin tezroq,
ellerike yetayine Senga magar yetmez bolsam Sözüm ada, özüm ada Onam küter her namaz şam Kiler mikin deb nigaram Onam yad etmez bulsam Sözüm ada, özüm ada Onamni yad etmez bulsam Sözüm ada, özüm ada Tağlar ulan aytmaz bulsa Sözüm ada, özüm ada Ustoz qo'shiq aytmas bo'lsa Sözüm ada, o'zim ada Ustoz qo'shiq aytmas bo'lsa Sözüm ada, o'zim ada Ustoz niyad etmez bulsam Sözüm ada, özüm ada Ustoz niyad etmez bulsam Sözüm ada, özüm ada Sözüm ada, özüm ada